men sizga bitirganman, lekin mana hozir sizlar oranglarda turibman. Nima demoqchiman, agar sizlarda orzu maqsadlaringiz katta bo'ladigan bo'lsa, aynan bugun o'tirgan insonlar sizga bekorga kelib qolmaydi. Chunki siz mana shu yerda faoliyat yuritib, hayotingizda qanaqa orzularingiz bo'lsa, hammasiga erishishingiz mumkin. Bugun yangi kelib qolganlar yoki bugun yangi bir sponsor orqali kelganlar bormi oranglarda? Kimlar? Mana bu hamkorlarimizga, yangi bo'ladigan hamkorlarimiz, sponsorlarga maqtan ushlab olinglar. Rahmat deyinglar, chunki sizlar bekorga kelib qolmadingiz. Zo'r joyda. Baxtli, omadi kelgan insonlar keladi, chunki biz ham xuddi shunaqa tarmoqqa kelib qolgan insonlar bo'lamiz va bu yerga kelgan har bir inson orzularingizni bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu kompaniyada mana ustozim gruppaga qo'shib qo'yganlar va oddiygina mana qarang, kimdir sizni naqaga taklif qildi ofisga. Meni gruppaga qo'shib qo'yganlar, lekin chiqib keta olmaganman va murojaat qilib, gerda dush, mana oddiy gerda dushidan Nimaga chiqib ketmagansiz? Menga ishonganingiz. bularga ishonganman. Hamma gruppadan chiqib ketadi. Hamma gruppadan chiqib ketadi, bularning gruppasini chiqib keta olmaganman. Faqatgacha bularning gruppasini kuzatganman. Nima demoqchiman? Meni tasqim bor ekanki, shu yerda o'tiribman. Sizning rizqingiz borki, mana shu bugun mana shu yerda o'tiribsizlar. Shuning uchun mana shu kelganinglarga o'zingizga rahmat deylar. Va mana gruppada qo'shib qo'yib, gerdalar dushidan biz paytda bu yerda fikrlashni boshlamaganmiz. Har O'zbekistonga kirib kelmagan holatda shunchaki mahsulotlarni sevib qolib, foydalanib, biznes yo'llarini qo'lni o'rgatib, viloyatlargacha birga chiqqanmiz, yordamlashib, shu orqali motivatsiyalar bilan keyin sekin-sekin ko'tarib ketgan. Shuning uchun bu yerga kelgan har bitta odam bugun maqsad qilinglar, havas qilinglar, nasib bir yildan keyin siz ham mana shu yerda